Richard Bach, oqchorloq Jonathan Livingston. Tarjimon Ahmad Otaboyev. Ikkinchi qism. Ajabo, osmon va falak deganlari shunaqa ekanda o'yladi u va o'zining hayratlanganidan kulgisi qistaganini yashira olmadi. Ehtimol bepoyon falakka baho beradigan nazar bilan qarash endigina uchib kelgan qush uchun odobdan sanalmas. Yerdan uzoqlashib uchovlon bir ixcham bo'g'in bo'lib bulutlarni quyida qoldirib tobora yuqorilab borarkan, Jonathan vujudi shaffoflanib, o'ziga hamroh qushlarning vujudiday nur tarata boshlanganini ko'rdi. Shubhasiz, botinida u aslicha qolgan, o'sha yovqur, ko'zlarida olov chaqnab turgan Jonathan, biroq tanasining shaklu shamoyili o'zgargan edi. Garchi tani oqchorloqniki esa-da Jonathanga hozirgiday parvoz hech qachon nasib etmagandi. G'alatiya, o'yladi u. 2 baravar kam kuch sarflayapman, biroq 2 karra tez uchayapman. Yerda o'tgan eng omadli damlardan ko'ra 2 hissa ko'p ishlashga kuch topa olyapman. Uning patlaridan haroratli nur taralar, qanotlari esa ishlov berilgan kumushday silliq edi. Jonathan harakatlarining muntazamligini oshira borib, yangi mukammal qanotlar xosiyatini izchil o'rganishga kirishdi. Tezlikni soatiga 250 milgacha oshirib, Jonathan to'g'riga uchish tezligining so'nggi nuqtasiga yeta boshlaganini his etdi. 273 mil tezlikni olganda esa endi bundan ortiq tez ucha olmasligini angladi. Bu uni biroz ranjitdi. Yangilangan vujudning imkoniyatlari har jihatdan afzalligiga qaramay cheklangan edi. To'g'riga uchishda Jonathan olgan bu eng yuqori tezlik oldin o'zi erishgan yutuqlardan ancha yuqori edi. Biroq baribir oldda to'siq, devor ko'ndalang turar. Uni yorib o'tish behad ko'p kuch sarflashni talab etardi. Haya, o'yladi u. Go'yo osmonda hech qanday to'siq bo'lmasligi kerakdek. Biroq mana bulutlar joyidan jilib ora ochildi va uni kuzatib kelgan qushlar havoga singishib ketarkan, xayr xo'shlashib qichqirishdi. Jonathan, eson-omon qo'nish nasib etsin. U dengiz ustida uchardi. Oldinda ko'rfazlar bilan tilingan qoyali qirg'oq tasmalari elas ko'zga tashlanardi. Oqchorloqlar ular kamchil edi. Qirg'oqdagi qoyalarni bag'irlab uchib yurardi. Uzoq shimol tarafda naqd ufqda bir nechta qushning qorasi ko'rinardi. Yangi ufqlar, yangi muammolar, o'yladi Jonathan. Nega qushlar bu qadar oz? Axir osmonda gala oqchorloqlar bo'lishi kerak-ku. Nimadan to'liqdim? Men negadir juda qattiq charchabman. Axir oqchorloqlar falakka chiqqanda to'liqmasligi kerak-ku. Uyqulari ham kelmaydi deyishardi. Qiziq, bu haqda qayerda eshitgan edi? Yerdagi hayoti uning xotirasidan butkul faromush bo'lgan, o'chib ketgan. Shubhasiz, yer uning ko'p narsani o'rganib bilgan makoni. Bilib olganlari endi o'ziniki, biroq o'tgan voqealarning tafsilotlari yodida qolmagan. Ular biror bir ahamiyatga ega ham emas. Yodida uzuq yuluq qolgani oqchorloqlarning ozuqa talashib tortqilashganlari-yu o'zining quvg'indiga aylangani. Qirg'oqda mashq qilayotgan oqchorloqlar, ular 10 choqli edi. Unga yaqinlashishdi. Biror so'z aytilmadi. Shunga qaramay Jonathan o'z qalbida sohir tuyg'ularni tuydi. Ular uni xushlashayotgan, demak u qabul qilindi. Endi bu makon uning uyi. Kun esa oyoqlayotir. Bu kun Jonathan uchun juda barakali va uzundan uzoq kun bo'ldi. Kunning avvali hatto xotirasidan ko'tarilayozdi. Jonathan qirg'oq tarafga burildi. Yerdan 1 dyum yuqorilagancha to'xtamoqchi bo'lib qanotlarini silkitdi va qumga ohista qo'ndi. Boshqa oqchorloqlar ham qo'nishdi, biroq qanot qoqmay, hatto biror parini silkimay turib yerlashishdi. Ular yoyilgan qanotlari bilan qarshidan esgan shamolni tutishar va quyiga sho'ng'ishining yakunida bir tekis ko'tarilib olishar, keyin qandaydir sezilmas tarzda qanotlarining holatini o'zgartirishib, yerga yetgan daqiqada ayni nuqtaga aniq qo'nishardi. Mana buni uchishni nazorat qilish desa bo'ladi.
dedi Jonatan ichida tan berib. Chiroyli qo'nish. O'zi ham bunga bir urinib ko'rardi-yu, biroq juda charchadi. Shuning uchun u qo'ngan joyidayoq uyquga ketdi. Hech kim uning oromini buzmadi. Keyingi kunlar mobaynida Jonatan bu yangi makonda parvoz san'ati borasida umri bo'yi o'rganganlaridan ko'ra ko'proq ilmni egallashi lozimligini angladi. Bu yerda xuddi o'zi kabi fikrlaydigan oqchorloqlar bor edi. Ularning har birida dildan mehr qo'ygan mashg'ulotini mukammal egallashga ishtiyoq kuchli edi. Uchishni hamma narsadan ortiq ko'rishar, barisi birday chindan matonatli qushlar edi. Ular kunning har bir soatini osmonda o'tkazishar, tinimsiz mashq qilishardi. Jonatan o'zi voyaga yetgan muhitni hech ham eslamasdi. O'sha muhitda oqchorloqlar to'dasi, jonzotlar jamoasi istiqomat qilardi. Ular ko'zlari ochilishini va parvoz zavqini ko'rishni mutlaqo istashmas. Shu bois o'z qanotlarini qorin to'yg'izadigan va ozuqa uchun talashib tortishadigan bir vositaga aylantirib olishgan edi. Biroq goh-gohida ular bexosdan Jonatanning yodiga tushib qolardi. Bir kuni tong pallasi Jonatan yo'l yo'riq ko'rsatuvchi ustozi bilan qanotlarini yig'ib aylanib uchish mashqini bir necha marta takrorlagach, qirg'oqda dam olib o'tirishganida ular yodiga tushdi. "Menga qara, Sullivan." "Qolganlar qayerda?" ovoz chiqarmay so'radi Jonatan. U allaqachon bu joyda odat tusiga kirgan telepatik aloqa san'atini o'zlashtirib ulgurgan. Bu usul chirqillab yoki cho'g'irlab, dudmol va chalkash gapirishdan ming bor afzal edi. Nega biz bu yerda kamchilikmiz? Axir u yoqda, men kelgan yoqda minglab oqchorloqlar bor edi demoqchisan, tushundim. Sullivan boshini sermadi. Mening javobim shunday: sen kamyob qushlar sirasidansan. Sendaylar nari borganda milliondan bitta. Biz qanday bo'lsak shundayligimizcha, qayerdan kelganimizni unutib va qayerga ketayotganimizning hech bir tashvishini tortmay bir olamdan boshqasiga uchib o'taveramiz. Biz shunchaki o'tayotgan lahzalar bilan qanoat qilib yashaymiz. Sen tasavvur qilasanmi? Yashashdan maqsad qorin to'yg'azish, ozuqa talashib janjallashish yoki to'dagi hokim bo'laman deb kuyib pishishdan iborat emasligini anglab yetish uchun har qaysimiz nechta umrni yashab ko'rishimiz lozim bo'lar ekan. Minglab umrni, jon, 10 minglab umrni. Shundan keyin esa dunyoda komillik degan tushuncha ham borligini fahmlashimiz lozim bo'ladi. Bunga yana necha yuzlab umrlar kerak. Yana yuzlab umrlar esa hayot mazmuni komillik yo'lidagi izlanishlarga sarflanadi. Bizning har birimizning vazifamiz botinimizda komillikka xos fazilatlarni tarbiyalash va ayni paytda turmushimizni, hatto harakatlarimizni ham shu maqsadga uyg'unlashtirib bormoqdan iborat. Tiriklikning barcha bosqichlarida bitta qonun ustuvor. Keyingi olamga biz shu yerda, bu olamda orttirgan ilmimiz vositasidagina kirib bora olamiz. Agar biz avomligimizcha qolsak va bilimimizning sayozligiga befarq bo'lsak, keyingi olamimiz hozirgisidan hech qanday farq qilmaydi. Jamiki to'siqlar yo'limiz ustida yana ko'ndalang bo'lib turaveradi va o'zimiz tag'in qo'rg'oshinday og'ir qanotlarimizni sudrab o'sha to'siqlardan o'tishga baribir majbur bo'lamiz. Sullivan qanotlarini yoydi va yuzini shamol esayotgan tomoniga burdi. Biroq sen, jon, bir umr mobaynidayoq juda ko'p ilmni egallay bilding. Shu boisdan ham to'g'ri bu yoqqa kelib tushding. Sen kamida 1000 ta umr sarf bo'ladigan mehnatni ado qilding. Bir lahza o'tib ular yana osmonda paydo bo'lishdi. Mashg'ulot davom etdi. Charxpalak yasab uchish juda murakkab mashq. Jonatan parli panjalari yordamida tepaga uchdi. Ayni damda qanotlarini qanday bukish lozimligini miyasida o'ylab, chamalab olishiga to'g'ri keldi. Buni u ustozning harakatlariga mutlaqo uyg'un tarzda amalga oshirishi shart edi. Qani yana bir marta, qayta takrorladi Sullivan. Yana bir marta, yana va nihoyat. Ana endi yaxshi. Shundan so'ng ular sirtmoq shaklida uchish mashqiga o'tishdi. Shom pallasi edi. Tungi parvozga chiqmagan oqchorloqlar to'dalashib qumda o'tirishar va churq etmay o'y surishardi. Jonatan o'zini qo'lga olib qat'iyat bilan ulug' ustoz qoshiga yo'l oldi. Yaqin orada u bu olamni tark etib koinot sari yo'l oladi degan gaplar yurardi. Ustoz Chiang biroz hayajonli ohangda Jonatan ulug' ustozga murojaat qildi. Nima gap o'g'lim?
Ulug' ustozning qarovog'ida mehr nurlari balqidi. Yoshi bir joyga borganiga qaramay, u kuchdan qolmagan. Aksincha, o'tgan yillar mobaynida kuch g'ayratda yanada yuksalgan edi. U tengsiz bir san'at bilan parvoz etardi va to'dada u bilan bellasha oladigan jo'mard topilmas. Chiang allaqachon zabt etgan mahorat cho'qqisiga boshqalar yaqinlashishiga endigina urinib ko'rishayotgan edi. Ustoz Chiang bu olam har qalay osmon va falak emas-ku, to'g'rimi? Oy nur taratardi. Ulug' ustozning tabassum qilayotganini ko'rinib turardi. Oqchorloq Jonatan, sen tag'in bilim olishga kirishyapsan, javob qildi u. Bu yaxshi, biroq bizni oldinda nimalar kutayotir? Biz qayoqqa yo'l olganmiz? Aftidan falak deganlari aslida yo'q joymikin? Sen haqsan, Jonatan. Bunday joy chindan ham yo'q. Zotan falak na makon va na zamon, balki bizning o'zimiz erishgan komilligimizdir. Biroz jim qolib, ulug' ustoz beixtiyor so'radi. Sen juda tez uchasan, to'g'rimi? Men tezlikni yaxshi ko'raman, dedi Jonatan biroz iymanib. Biroq ulug' ustoz o'zining san'atiga e'tibor qaratganidan xiyla g'ururlandi. Nima ham derdim, demak sen falakka chiqa olasan. Jonatan, sen mukammal tezlikni egallaganingda shunday bo'ladi. Mukammal tezlik esa bu soatiga minglab mil ucha olish emas. Million mil uchish ham emas. Bu yorug'lik tezligi ham emas. Zotan har qanday son mohiyatan chegarani, me'yorni anglatadi. Chegara esa har doim cheklab qo'yadi. Komillik chegara nimaligini bilmaydi. Demak, mukammal tezlik, o'g'lim, bu borishga taraddudlangan joyingda hozir bo'lishingdir. Shunday deb Chiang g'oyib bo'ldi va shu lahzadayoq suv yoqasida oldin turgan joyidan 15 fut narida ko'rindi. Keyin yana ko'zdan yo'qoldi va bir daqiqaning mingdan bir ulushicha fursatda Jonatanning yonida paydo bo'ldi. Bu shunchaki hazil, dedi u. Jonatan hayratda qolgan edi. Osmon va falakka taalluqli savollar bir zumda unut bo'ldi. Bu qanday qilinadi? Bu tarzda qancha masofagacha ko'chib o'tish mumkin? Xohlagan makonga borish va istalgan zamonga ko'chib o'tish mumkin, javob qildi ulug' ustoz. Hammasi sening tanlovingga bog'liq. Qayerda hozir bo'lishni niyat qilgan bo'lsang, o'sha joyda paydo bo'lasan. Shu tariqa makon va zamonda sayohat qilib, men o'zim istagan barcha joylarda xohlagan vaqtimda hozir bo'ldim. Chiang dengizga qaradi. Qiziq, deya davom etdi u. Sayohatni afzal ko'rib komillikka intilishni rad etgan oqchorloqlar hech bir manzilga bora olmaydi. Chunki harakatlari juda sust ularning. Aksincha, makonda u yoqdan bu yoqqa uchib qo'nib yurishdan voz kechish evaziga komillikka erishish yo'lini tanlaganlar ko'z ochib yumguncha fursatda o'zlari xohlagan joyda bo'la olishadi. Demak, Jonatan, yodingda tut. Falak, makon va zamonda mavjud allaqanday joy emas. Zero bunda joy va vaqt hech qanday ahamiyatga ega ham emas. Falak bu. Menga qara, sen meni shunday uchishga o'rgata olasanmi? Jonatan o'ziga noayon olamning yana bir ko'chasini zabt etish imkoniyati ochilayotganini his etib, sabrsizlikdan titradi. Agar sen o'rganishni xohlasang, albatta. Xohlayman. Qachon boshlaymiz? Hoziroq boshlashimiz mumkin, sen e'tiroz bildirmasang. Men shunaqa uchishni o'rganishni xohlayman, dedi Jonatan. Va uning ko'zlarida o't chaqnadi. Ayt, nima qilish kerak? Chiang vazmin ohangda Jonatandan sinchkov nigohini uzmay gapira boshladi. Fikr tezligida o'zing xohlagan joyda hozir bo'lishing uchun sen dastlab o'sha joyga allaqachon uchib borganingga o'zingni ishontirishing zarur. Bu ustamonlikning, Chiangning uqtirishicha mohiyati shundan iborat ediki, Jonatan o'zining jonzotligini, uzunligi 42 dyumli qanotlari bor tanasiga o'zi asir ekanini va rejalashtirilgan chegarali harakat ko'lamidan chetga chiqa olmasligini unutmog'i lozim edi. Jonatan shuningdek o'zining tabiatan va mohiyatan kamolga yetganini, makon va zamonda hamma vaqt va hamma joyda o'zining mavjudligini anglamoq talab etilardi. Jonatan tong otgandan kun botguncha tinimsiz mashq qilar, bir zum qarab turmasdi. Biroq qanchalik ter to'kib mashq qilmasin, turgan joyidan bir qarich ham jila olmadi. E'tiqodning bunga aloqasi yo'q, deya takrorlashdan charchamasdi Chiang. Uni yodingdan chiqar. Shunchaki parvoz qilganingda ham birgina e'tiqodning o'zi bilan uzoqqa bora olmaysan. Bu amalda qanday qilinishini bilishing shart. Shuning uchun kel, yana bir marta urinib ko'ramiz. Bir kuni Jonatan qirg'oqda ko'zlarini yumib, diqqatini bir nuqtaga jamlashni mashq qilardi. Shunda favqulodda hammasini lahzada anglab yetdi.
Bu yarq etib chaqnagan chaqmoqday ro'y berdi. Chiangning bergan saboqlarini tushundi. Ha, men allaqachon kamolga erishganman. Men aslida komil edim. Hech qanday kuch meni cheklangan doirada majbur qilib ushlab tura olmaydi. Chunki tabiatimga ko'ra mening imkoniyatlarim chegaratsiz. U vujudida ishonchdan tug'ilgan quvonchning qudratini his qildi. Yasha, dedi Chiang va uning ovozida g'alabadan masrurlik ohangi ustuvor edi. Jonatan ko'zlarini ochdi. Ular ikkovdan ulug' ustoz va Jonatan mutlaqo notanish qirg'oqda turishardi. Yonlarida biror bir jonzot yo'q edi. Suvning kanorigacha tushib kelgan daraxtlarning uchida bir juft oltin tusli quyosh porlardi. Xayriyat, nihoyat maqsadni anglab yetding, dedi Chiang. Biroq ongingni boshqarish ustida yana biroz shug'ullansang yomon bo'lmasdi. Jonatan hayratga tushgandi. Biz qayerdamiz? Ulug' ustoz esa boshqa joyda hozir bo'lganidan o'zga shart-sharoitdan hech ham ajablanmasdi. Shu bois u odatdagidek bemalol javob qildi. Aftidan boshqa bir sayyoradamiz, quyoshning o'rnida bir juft yulduz. Jonatan quvonchini ichiga sig'dira olmay qichqirdi. Bu uning yerni tark etganidan beri birinchi xitobi edi. Amalga oshdi. Albatta jon, amalga oshishi tabiiy, dedi Chiang. Nima qilayotganingni bilib, tushunib qilsang doimo amalga oshadi. Endi ongni boshqarish va nazoratni mashq qilamiz. Ular qaytib kelishganida qosh qoraygan edi. Oqchorloqlar qirg'oqda tizilishib turishar va Jonatandan ko'zlarini uzolmasdi. Ularning havasdan chaqnab turgan ko'zlarida hayrat qotib qolgandi. Oqchorloqlar uni uzoq vaqt toshday qotib turgan joyidan bir zumda g'oyib bo'lganini ko'rishgan edi. Ular Jonatanni qutlay boshlashgandi, biroq u tabriklarni qabul qilishga iymandi. Men bu joyda hali yangiman, men endi boshlayapman. Hali men sizlardan ko'p narsani o'rganishim kerak. Taqdirning hazilini qara, Jon, dedi yonida turgan Chiang. Aftidan sen yangilikdan umuman cho'chimaydigan ko'rinasan. Biroz cho'chisang ham sezdirmaysan. Men 10,000 yil mobaynida senga o'xshagan qushni juda kam uchratdim. Oqchorloqlar sukut saqlab turishardi. Jonatan esa o'zini noqulay sezib chayqalib qo'ydi. Ana endi agar xohlasang vaqt bilan ishlashga kirishishimiz mumkin, dedi Chiang. Chunki sen o'tmish va kelajakka erkin o'ta olishing, o'rganishing zarur. Shunda sen eng mashaqqatli, eng shijoatli va eng qiziqarli ishga kirishishga tayyor bo'lasan. Ya'ni sen yuksakka parvoz etishga chog'lanasan hamda ezgulik va muhabbatning mohiyatini tushunib olasan. Oradan bir oy, aniqrog'i vaqtning bir oy sifatida qabul qilingan muddati o'tdi. Jonatan favqulodda zo'r g'ayrat bilan ilmni oshirdi. U oldinlari ham bir ko'rganini darhol ilg'ab olar, oddiy tajribaga tayanib ustozsiz ham murakkab mashqlarni uddalardi. Endi esa Chiangday ulug' ustozning tanlangan shogirdi bo'lib, u yangidan yangi tushunchalarni tez qabul qilar, go'yo qush emas, balki bir siqim parga o'ralgan mukammal rejalashtirilgan mo'jaz qurilma edi. Biroq bir kun kelib Chiang g'oyib bo'ldi. Bungacha u oqchorloqlar bilan osoyishta suhbat qurdi. Ularni ilm olishni har qanday holatda ham to'xtatmaslikka da'vat etdi. Umrning mazmunini ta'min etuvchi, ko'z bilan ilg'ab bo'lmaydigan ulug' maqsad, komillik sari izchil intilish zarurligini tayinladi. U gapirar, parlari esa tobora yorqin yog'du taratardi. Nihoyat Chiangdan taranayotgan nur ko'zlarni qamashtiradigan darajada yaraqlay boshladiki, oqchorloqlar endi unga ortiq qarab tura olmadilar. Jonatan, dedi Chiang, va bu uning so'nggi kalomi edi. Muhabbat nimaligini anglashga harakat qil. Oqchorloqlarning qamashib qolgan ko'zlari yana ko'ra boshlaganda Chiang g'oyib bo'lgan edi. Kunlarni quvib kunlar o'tardi. Jonatan keyingi paytda yer haqida, o'zi uchirma bo'lgan o'sha makon, zaminni tez-tez o'ylayotganini payqadi. Bu joyda bilganlarining 10dan 1, hatto 100dan 1 qismigagina o'sha paytda yerdaligida unga ma'lum bo'lganida edi. Umrning yerda kechgan pallasi naqadar mazmunli va samarali o'tgan bo'lardi. U qumloqda o'tirib o'y surardi. Qiziq, hozir u yoqda,
yerda o'zining cheklangan tug'ma imkoniyatlari doirasini yorib chiqishga, parvoz mohiyatini anglashga, o'ziga ato etilgan qanotlar dengizdagi kemaga uchib borish va undagi baliqning ichak-chavoqlari yug'indilariga qorishib yotgan non bo'laklariga chang solishdan boshqa ishga ham yarashini tushunishga intilgan oqchorloqlar bormikan? Ehtimol u yoqda hatto to'dagi o'zining haqiqat deb bilgan to'g'ri so'zini oshkora aytib quvg'inga uchragan birorta qush bordir. Jonatan ezgulik ilmini chuqur egallagani, mehr-muhabbat mohiyatini aniq-tiniq idrok eta boshlagani sayin yerga qaytishga xohishi ortib borardi. Zero umr yo'li yolg'izlikda o'tganiga qaramay, oqchorloq Jonatan murabbiy bo'lish uchun yaralgan edi. U qalbini to'ldirgan mehr-muhabbatni o'zi ming mashaqqatlar bilan anglab yetgan haqiqatlarni, bilimga chanqoq va ularni egallashning imkonini qidirayotgan oqchorloqlarga berishni ko'zlardi. Bu paytga kelib fikr tezligida uchish san'atini to'la to'kis egallagan va boshqalarga ham allaqachon ko'maklashayotgan Salliven Jonatanning niyatlarini ma'qullamadi. U Jonatanga shunday dedi: "Jon, seni bir paytlar quvg'inga hukm qilgandilar. Endi sen nimaga ishonib o'sha oqchorloqlar hozir gapimga quloq tutishadi deb o'ylaysan? Sen shunday hikmat borligini bilasan va uning haqqoniyligiga ishonasan. Oqchorloq qancha baland uchsa, shuncha uzoqni ko'radi. Sen tark etgan o'sha oqchorloqlar yer bag'irlab, ivirsib, bir-biriga baqirib, chaqirib, tortishib, yulishib yurishib. Ular falakdan minglab mil quyida yashashadi. Sen esa ularga falakni o'sha yoqdan yerdan turib ko'rsataman deb o'ylaysan. Axir ular qanotlarining uchidan narini ko'ra olmaydilar-ku. Shu yerda qol. Sen shu yerda keraksan. Bu yerga yoshlar kirishadi. Ular ancha yuqorilab ucha olishadi. Shu bois sening aytganlaringni tushunishga, ko'rsatmalaringni o'qishga qobil." Sullivan biroz jim qoldi, keyin qo'shimcha qildi: "Tasavvur qilib ko'r, agar Chiang o'z vaqtida bu yerdan ketib, o'zining eski dunyosiga qaytganida nima bo'lardi? Unda sening o'zing bugun qayerda bo'larding?" Sullivanning gapida jon bor. Shubhasiz u haq edi. Oqchorloq qancha baland uchsa, shuncha uzoqni ko'radi. Buni tan olmay iloj yo'q. Va Jonatan shu yerda qolib, yoshlar bilan shug'ullandi. Ularning barisi g'oyatda iqtidorli bo'lib, bir ko'rganlarini ilib, o'zlashtirib olardi. Biroq unutilayozgan tuyg'u yana paydo bo'ldi va hammasi qaytadan boshlandi. Jonatanni o'sha yoqda, yerda ham bilim olishga mushtoq ikkita yoki hech bo'lmaganda bitta oqchorloq bor degan o'y bezovta qilardi. Axir agar o'zi o'sha quvg'inga uchragan kunlarda Chiangga duch kelganida juda ko'p narsani bilib olgan bo'lardi-ku. Oxiri oqibat Jonatan chiday olmadi. "Salli, men qaytishim zarurligini sezyapman. Yoshlarni boshqarishda senga shogirdlaring ko'maklashar. Endi ularning qo'lidan keladi bu ish." Sullivan xo'rsindi, biroq e'tiroz bildirmadi. Faqat shunday dedi: "Menga sening qadring o'tadi baribir, Jon." "Salli, uyalmaysanmi?" dedi yozg'irib Jonatan. "Bo'lmag'ur gapni gapirma, aytchi marhamat qilib. Bu yerda biz kun bo'yi nima bilan mashg'ulmiz o'zi? Agar bizning birodarligimiz va o'rtamizdagi ahil aloqa makon va zamon kabi shartlilikka bog'liq bo'lsa, demak biz o'zimiz makon va zamonni yenga olgan paytda, o'sha daqiqadayoq do'stligimiz ham barham topardi-ku. Biroq makondan ustun kelgach, bizning tark etadiganimiz yolg'iz shu yer. Zamondan ustun kelganimizda esa qoladigani faqat hozir. Nahotki bizga endi shu yer va hozirning orasidagi biror bir joyda bir ikki marta uchrashish boshqa nasib etmaydi deb o'ylasang?" Oqchorloq Sullivanga bu gaplar qattiq botdi. Biroq u kulib turib javob qilishga o'zida kuch topdi. "Sen g'alatisan", dedi u mehrli ohangda. "Oyna etak bilan yopib bo'lmaydi. Agar kimdir yerda birovni minglab mil masofadagi narsani ko'rishga o'rgata olsa, o'sha kimdir shubhasiz oqchorloq Jonatan Livingston bo'ladi." Shunday deb Sullivan qumga termuldi. "Xayr, omon bo'l, Jon. Xayr, Salli, biz hali uchrashamiz." Shu so'zlarni ayta turib Jonatan qalb ko'zi bilan o'zga vaqt o'lchamida okean qirg'og'ida oqchorloqlarning juda katta to'dasini ko'rdi va tajribalari bois hech qanday zo'riqishlarsiz shubhalarga o'rin qoldirmaydigan bir haqiqatni teran his etdi. Yo'q, u bir siqim par
suyak va badandan iborat emas. U ozodlik va parvoz g'oyasining mukammal mujassami. Uning imkoniyatlari chegarasiz. Oqchorloq Fletcher Lind hali juda yosh edi, biroq shunga qaramay o'zining to'dasi boshqa biror bir to'da hech qachon qilmaydigan o'ta qo'pol va adolatsiz qarorga qo'l urganini bilardi. Menga baribir, xohlagancha jayrayverishsin deb o'ylardi u. Uzoq qoyalar tomon yo'l olarkan, ichidan toshib kelgan g'azabdan ko'zlari xira tortdi. Parvoz bu shunchaki qanotlarni qoqish degani emas-ku. U yoqdan bu yoqqa uchib qo'nishmas, axir xuddi allaqanday pashshaga o'xshab. Shu ham bahona bo'ldi-yu, oqsoqolning tevaragidan charx urib aylanib uchganmishman. Men axir shunchaki bir hazil uchun. Mana evazga berishgan tuhfalari, quvg'in, ko'zlari ochiq basirlar, miyalarini mog'or bosgan, hech nimaning fahmiga borishmaydi. Nahotki chinakam parvozni o'rgansalar, oldilarida naqadar keng imkoniyatlar ochilishini bir daqiqa o'ylab ko'rmaydilar. Ne bo'lsa bo'lar, menga endi baribir. Nima xayolga borishsa boraverishsin. Men hali ularga ko'rsatib qo'yaman. Hali ular ko'zlari moshday ochilib uchishimni, chinakam parvoz nimaligini ko'rishadi. Qonundan tashqari deyshdimi? Yaxshi, tashqarida bo'lsak bo'la qolaylik. Agar shu bilan ko'ngillari joyiga tushsa, biroq ular buning uchun afsuslanishadi. Oho, hali juda qattiq afsuslanishadi. Shunda u qandaydir ovozni eshitdi. Bu ovoz uning botinidan kelayotgan edi. G'oyatda sokin, muloyim ovoz edi. Biroq baribir kutilmagan bu ovozdan Fletcher sarosimalanib qoldi. Havoda go'yo ko'z ilg'amaydigan to'siqqa urilganday titrab ketdi. Ularni qoralama, Fletcher. Seni quvg'inga duchor etib, ular faqat o'zlariga ziyon yetkazdilar va vaqti soati kelib buni ular anglab yetadilar. Faqat bugina emas, ular bugun senga ayon bo'lgan narsalarni ham tushunadilar. Sen esa ularni kechirmog'ing va ulardan o'z yordamingni ayamasliging kerak. Oqchorloq Fletcherning o'ng qanoti bilan yonma-yon bir qush uchib kelardi. O'zidan ko'zni qamashtiradigan oppoq nur taratayotgan bu oqchorloq dunyodagi eng shaffof qush edi. U Fletcherning qavatida kuch ishlatmay bir maromda suzar. Birorta patini ham sermamas. Uning uchish tezligi Fletcher o'zi uchun eng yuksak tezlik hisoblangan darajada edi. Nimalar bo'lyapti? Men aqldan ozdimmi, o'yladimki, yo bu kim? Kim bu? Ayni damda o'sha muloyim va sokin ovoz yana uning behalovat botinida taraldi. Bu gal savol talabchan ohangda eshitildi. Oqchorloq Fletcher Lind, parvoz qilishni istaysanmi? Albatta, men parvoz qilishni istayman. Oqchorloq Fletcher Lind, sening parvozga ishtiyoqing to'dani kechirish va so'ngra bir kun kelib ular oldiga qaytish hamda ular bilan birga bo'lib parvoz ilmini egallashlari uchun ularga yordam berishing uchun yetarli darajada kuchlimi? Bu ustozning ovozi edi. Fletcher qanchalik mag'rur bo'lmasin va dili qanchalik og'rigan bo'lmasin, bu nurli mavjudotni aldashning hech qanday iloji yo'qligini bildi va u itoatkorona javob qildi. Ha. Kelishdik, Fletch. Nurli mavjudotning ovozidan mehr-muhabbat yog'rildi. Demak, mashg'ulotni to'g'riga parvoz qilish san'atini mashq qilishdan boshlaymiz. Ikkinchi qism tugadi.